Otasini ustidan shikoyat qilishlik qanchalik darajada og'ir ota uchun. Otasi o'g'liga "Sen ketaverman, orqangdan boraman" dedi-da, orqasidan ketyapti. O'zlari shoir, tabiat inson bo'lgan ekanlar. Bolasini orqasidan ketayotib, ichida bolasidan shu darajada ranjiganidan o'g'lidan ranjib bir she'r yozib yuboribdi. She'rni tiliga ham chiqarmagan, baribir bolasini ehtiyot qilib. Faqat dilidan o'tkazibdi, qalbidan o'tkazibdi. Ayni shu paytda Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz alayhissalomga tushib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, sizga Alloh taolo salom aytadi. Hozir sizni oldingizga bir mo'ysafid odam kelyapti. Shunga ayting, san ichingda kelgan ammo tilingga chiqarmagan narsani aytib ber" deb so'raysiz dedilar. Haligi odam keldi, o'g'li turibdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam undan "O'g'lingni shikoyat qilyapti, butun moli topgan pullarini, dunyosini ishlatib orasan ekan-a" dedi. Ota aytdiki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, o'g'limdan so'rangchi, birortasini o'zimga ishlatdimmi? Ishlatgan bo'lsam opa singlisiga, amma xolasiga ishlatdim" dedi. Bu gapni gapirayotib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Ey" dedi, dedi laqchada, ya'ni "Da'di, to'xta" dedilar. "Qo'y buni" dedilar. "Qo'y bu gaplarni. Sen hozir kelayotganingda ichingda aytib tilingga chiqarmagan bir narsa bor ekan, shuni aytib ber" dedi. Haligi ota hayron qoldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga yana bir karra iymon keltirib, "Siz haqiqiy Rasululloh ekansiz. Axir buni men tilimga ham keltirmadim, qalbimdan o'tdi. Qayerdan bildingiz?" "Menga bildirildi. O'sha ichingdan o'tgan narsani aytib ber" deganda, haligi odam she'r o'qib berdi. "Men sizlarga shu she'rni o'qib, o'sha tarjimasini aytib berishni xohladim." Haligi odam xafa bo'lib kelyapti, yo'lda ichida mana shu she'rni yozdi. Bolasi yoshligida ko'p kasal bo'lgan chog'i shuni esladi. "G'adawtuka mavludan va ayltuka yafi'an." Boqdim seni jon bolam, qalbim sururga to'lib. Quvonchga to'ldi olam, ulg'ayding yigit bo'lib.